فلله درها وإن سلمت كان الرجوع قريبا. Bu zindonga boshqa qaytmasangiz kerak deb o'ylagan edim. Ishonchim komil. Siz ham birodarlaringiz kabi eson-omon chiqib ketasiz. Ular meni birodarlarim emaslardi. Xudodan qo'rqmaydiganlar meni orqamdan ig'vo qildilar. Mayli. Muhimi hozir sizning ahvolingiz yaxshiligi. Mo'minlar amiridan jazoingizni olmay yana qaytganingiz ham yaxshilikkadir. Meni ko'nglim sezib turibdi. Sizni va o'quvchilaringizni qo'yib yuborishadi. Yoningizga kechasi yana kelaman. Sizga taalluqli biror gap bo'lsa bilib kelaman. Meni do'konini sotadi deb sizga kim aytdi? Abu Abdulloh, ko'rib turibman, senga bu do'kondan yaxshi foyda bo'lmayapti. Shu do'konni tuzukroq pulga sotib, o'sha pulingni boshqa ishga tiksang, senga ham boshqalarga ham yaxshi bo'lardi. Kim u boshqalar? Sizmi yoki do'konimni olmoqchi bo'lganlarmi? Menga hech narsa kerak emas. Men senga faqat yaxshilik tilayman. Xudo xayringni bersin. Yoki meni xaridor bilan seni o'rtangda vositachilik qilyapti deb o'ylayapsanmi? Hoy, menga qarang, Amir. Siz bilan ishim yo'q. O'sha odamingizga aytib qo'ying. Men do'konimni hech qachon va hech kimga sotmayman. Abu Abdulloh. Sotib olmoqchi bo'lgan odam yaxshigina pul to'lamoqchi. Kim ekan u? Qimmatga olishlari mumkin deb eshitgandim, demoqchi edim. Do'kon sotilmaydi, Amir. Sotilmaydi do'kon. Yaxshi qoling. Sen ham yaxshi bor, Ahmad. Xudoga shukr, o'zingga shukr. Qo'lga tushib qolishingga oz qoldi-ya, Amir. Rozi bo'la qolsang nima bo'lardi? Ibn Hanbal 50 dirham ortiqchalik qilarmidi? 50 dirham, u juda qaysar. Qaysar, juda ham qaysar. 50 dirham. Qalbim rahmatinga mushtoq va munis. Oshkora yashirin, tongda kechqurun. Uyg'onsam, mudrasam, zokirman muxlis. Noming jondan keyin nafsdan burun. Millating ulug'dir, qalbda ma'rifat. Men seni tanidim, Razzoq va Quddus. Men seni tanidim, Razzoq va Quddus. Men seni tanidim, Razzoq va Quddus. Lekin men qo'limdan kelganini qildim. Sen uni ko'ndirishga yaxshilab harakat qilmagansan. Sen o'zing xohish va qat'iyat bilan gapirmagansan. O'ylashimcha, senga 1000 dirham kerak emas. 1000 dirham deysanmi? Menga 50 deganding-ku. Uni ko'ndira olsang 100 dirham. 100 dirham? Qasam ichaman, uni ko'ndiraman. Yana bir harakat qilaman. Eplolmasam, bu do'kondan ketaman. Menda bir fikr bor. Uni o'ldirasanmi? Ahmoqmisan nima balo? Oddiy kosiblik do'koni uchun odam o'ldiramanmi? Xudoga shukr. Miyangga shayton kirib olib seni chalg'ityapti deb o'ylabman. Unga do'konda ortiq ishlamasligini aytasan.
Shundan so'ng u ham do'konni sotib yuboradi. Nima deyapsan? Do'konni tashlab qayerga ham boraman? Do'konda ishlamasam oilamni qanday boqaman? Shunday deb aytasan. Qo'rqyapman. Qo'rqaman deyaverasan. Unda 100 dirhamdan umidingni uz. Yo'q. Bu pullar menga zarur. Xuddi sen aytgandek qilaman. Mayli, ko'ramiz. Ko'rasan. 100 dirham. 100 dirham dedimmi menga? Meni eshit Qosim. Agar buni uddalay olmasang, yutqazgan bo'lasan. Ammo uddasidan chiqsang, oilang ham, o'zing ham o'ylaganingdan ham ko'proqga ega bo'lasan. Aytganingizdek qilishga harakat qilaman, janob. Hamma narsani bilishim kerak. Hatto kichkina bo'lsa ham menga yetkazasan, Qosim. Xo'p bo'ladi, hojam. Endi bor. Ishingni bilib qil, ammo bu sirni hech kim bilmasin. O'zingga ehtiyot bo'l, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, hojam. Jafar al-Barmaki siz bilan juda yaqin va u bundan hamma joyda foydalanmoqda. U sizga ko'p narsani bildirmaydi ham. Bu gapni bir sen aytmayapsan, Zubayda. Jafarni nega hammangiz yomon ko'rishingizni sababini bilolmayapman. Jafar nima qildiki sizlarning nafratingizga loyiq bo'ldi? Bir tomonda sen, bir tomonda Ibn Robi uni gapirganingiz gapirgan. Jafar nima qildi o'zi? Ruxsatingiz bilan hojam. Men sizga aytsam, Jafar juda ko'pchilikning g'ashiga tekkan. Seni hammi? Meni ham. Boshqalarini ham. U o'z ishiga puxta. Meni kechirasiz, u o'zini xuddi mo'minlar amiridek tutadi. Xo'sh, nima qilib shunday qilsa Iso? U axir mo'minlar amirining eng yaqin odami-ku. U bosh vazirimning o'g'li emasmi? U men sut emgan onaning farzandi emasmi? Unga ishonib topshirilgan har bir ishga vakolatli emasmi? Shunday ekan deb, u Xorunning saltanatida xohlagan ishini qilaverishi kerakmi? Hojam, bu davlat Barmakilarniki emas. Xudo haqqi, Zubayda. Oshirib yubording. Sen aytganingdek Barmakilar davlati bo'lsa ham mening va saltanatimning qo'l ostida bo'ldi axir. Iso, sen ham bilib qo'y. O'z davlatining xavfsizligini buzish harakatida bo'lgan har bir kishi uchun qilichim tayyor. Hatto u Abbosiylardan bo'lsa ham. Suhaybga do'konni tashlab ketsam, oilam bilan qiynalib qolamiz. Ro'zg'orimni qanday tebrataman deb aytdim. U esa qo'rqma, xavotirlanma. Shunchaki aytasan, aslida do'kondan ketmaysan dedi. Lekin baribir men biroz xavotirdaman, Salma. U bergan va'dasida turarmikan? Menimcha to'g'ri yo'l tutyapsizlar. Shunday qilsangiz, Ibn Hanbal do'konni sotishga majbur bo'ladi. Sen esa 100 dirhamga ega bo'lasan. 100 dirham. Harakat qilaman. 100 dirham uchun biroz ter to'ksam arziydi. To'g'rimi? Nima bo'lishidan qat'iy nazar, u sizni shu do'konni tashlab ketishingizni istamayapti. Agar Ahmadni do'konni sotishga ko'ndirsangiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Ha? To'g'ri aytasan, Salma. Lekin men yolg'on gapirganimni Ahmad bilib qolishidan juda qattiq qo'rqyapman. U menga do'kon sotilmaydi deb aniq aytdi. Agar do'konda ishlamayman desam, ketsang ketaver desa men nima qilaman? Ha? Yana bir bor ishsiz qolishni xohlamayman, Salma. Unday bo'lmaydi. Uni shu do'kondan boshqa daromadi bo'lmasa, yana boshqa ijarachini qayerdan ham topardi? To'g'rimi? Suhayb aytganlaridan senga foyda yo'q. Bularni yig'ishtirda o'zingni ishingni qil. Qanaqasiga onajon? O'zingni bosib ol. Sen bo'ronda yolg'iz qolib ketasan. Oxir oqibat sharmanda bo'lasan. Bo'ron deysizmi? Qanaqa bo'ron, onajon? Demoqchimanki, mabodo ishlaring o'xshamay qolsa, Ibn Hanbal hammasini bilsa, kaltak kelib faqat seni boshingda sinadi. Keyin Ahmad seni do'konida haydab yuborsa, qayerga borasan? To'g'ri aytasiz, ona. Bu yog'ini o'ylamabman. Suhayb bergan fikrning hech qanday zarari yo'q. Lekin sen ahmoqsan.
Buni uddalay olarmikinsan? Nima qilish kerak onajon? Ha? Nima qilamiz Salma? Eng to'g'ri ish bu holatda tavakkal qilmaslikdir. Oilamizga kelib turgan rizqimizni qirqib qo'ymang yana. 100 dirhamchi. 100 dirham nima bo'ladi? Menda boshqa fikr bor. Qanday? Ayta qoling onajon. Hamda senga nima bo'ldi? Muhammadni sog'indim. U Yamandan kelganidan beri biror gap eshitmadik. Ering yoshligidan tayog'ini tashlamaydi. U juda ham qiziquvchan, sayohat qilishni yaxshi ko'radi. Shunday bo'lgach, men nima ham qila olardim, faqat uni qo'llab-quvvatladim. Sizga nima deyishni ham bilmay qoldim, xolajon. Unga biror narsa bo'lgan bo'lsa-chi deb qo'rqyapman. Oh, xolajon. Muhammadni o'ylayverib yuragim siqilib ketyapti. Ko'nglim sezib turibdi, unga bir gap bo'lgan. Astag'firulloh, astag'firulloh degin qizim. Shaytonning yovuzligidan Allohdan panoh so'ra. Tur qizim. 2 rakat namoz o'qi. Allohdan Muhammadni o'z hifzi himoyasiga olishini so'rab duo qil. U o'zi har bir narsadan komil muhofaza qiluvchi zot. O'qiyman inshaalloh. Siqilma qizim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yura qol. Tur bolam. Yur. Yura qol. Baraka top. Bilasizmi, Shofiy? Sizni ko'rganimdan beri bir narsadan hayratdaman. Nimadan hayratdasan? Zindondagilarning hammasi bezovta bo'lib, uxlolmay chiqishadi. Siz esa doim xotirjamsiz. Kimki Allohning qazo va qadariga ishonsa, shuni o'zi yetarlidir. Peshonamizga yozganidan qochib keta olmaymiz. To'g'ri aytasiz, Shofiy. Lekin mo'minlar amiri sizning gaplaringizga quloq solarmikin? Alloh taqvo qilganlarga yutuqlari tufayli najot berur. Ularga yomonlik yetmas. Mening fikrimcha, mo'minlar amiri mazlumlarga azob bermaydi. Hojam, mo'minlar amiri hech bir insonga ozor yetkazmaydi. Ammo uning orqasidagilardan g'am tashvish yetishidan qo'rqamiz. Xalq sizni yaxshi ko'radi. Soxta ayblovlar qo'yilsa, hayot yo'qoladi, boshlar kesiladi. Hammasi Allohdan, ishimni u oson qilsin. Bizga Alloh yozib qo'ygan narsadan o'zgasi zinhor yetmaydi. Shu zindonda siz kabi insonlarni kam ko'rganman. Ammo siz qalbimdan joy oldingiz. Sizni haqqingizga Allohdan duo qilaman, Shofiy. Menga qara, birodar.
Bugun mo'minlar amirini ko'rdingmi? Senga nega javob bergim keldi bilmayman-u, lekin beradigan javobim seni xursand qilmaydi. Mo'minlar amirining a'zoyi buzuq. Hammasi kutganingdek yaxshilik bilan tugamasa kerak. Seni zudlik bilan olib kelishni buyurdilar. Chiroyli sabr qil, oppoq tong yaqin. Har ishda Allohni o'yla yutasan. Sodiq bandalari salomat sokin qanday gumondasan, shunday topasan. Qani ketdik. Zindondagilarni olib keldim, mo'minlar amiri. Shofiy va boshqalarmi? Boshqalarni qoldirib, faqat Shofiyni kirit. Xo'p bo'ladi, hojam. Assalomu alaykum mo'minlar amiri. Va alaykum assalom Shofiy. Kel, o'tir. Kechaga aytganlaringdan juda ham ta'sirlandim. O'ylab ko'rsam, sen haq ekansan. Alloh mo'minlar amirini o'zi asrasin. Din va diyonatini muhofaza qilsin. Alloh guvoh, men mo'minlar amiri Harun ar-Rashidga aslo qarshi bormayman. Meni ko'nglimda unga sodiqlik va uning buyrug'iga bo'ysunishdan o'zga narsa yo'q. Musulmonlarga itoatkorlikdan chiqishini, buyurishni o'ylamagan ham, hatto hayolimga ham keltirmaganman. Ammo hojam, bu dunyo manfaatini o'ylab, Alloh va oxirat kunini unutganlarni Robbimni o'zi kechirsin. Faqat nabiylargina xato qilmaganlar, Shofiy. Martabangiz bundan ham ulug' bo'lsin, mo'minlar amiri. U bizga hech kimga zulm qilmaslikni o'rgatadi. Alloh ilmingni ziyoda qilsin, Shofiy. Qozilar qozisi menga, sen Imom Malik ibn Anas rahimahullohning qo'lida tahsil olganingni aytgan edi. Malik ibn Anasni Alloh rahmat qilsin. U olimlarning yulduzi, faqih va muhaddislarning ziynati edi. Allohning kitobiga taalluqli qaysi ilmlarni o'rganganingni aytib bera olasanmi? Qanday ilmlarni so'rayapsiz, mo'minlar amiri? Allohning kitobidan oyatlarning yod olinishi, to'xtash joyi, boshlanishi va sonini bilib oldim. Shuningdek, makki va madaniy, nosikh va mansukh, tungi va tongi hamda ommaga va xoslarga taalluqli oyatlarni o'rgandim. Ko'nglimni xotirjam qilding. Ilmi nujumdan qay darajada xabardorsan? Men quruqlik va dengiz, adir va tog'lar, daryo va ko'llar bilan bog'liq bo'lgan narsalarni bilaman. Nasl nasabni-chi bilasanmi? Oddiy xalq va xoslar nasl nasabini, mo'minlar amirining nasl nasablarini o'zimnikidek yaxshi bilaman. Robbim Alloh, unga hech kimni sherik qilmasman.
Mo'minlar amiriga atab va'z o'qib bera olasanmi? Kunlarning turfa xil ishlarin so'kib, siqilma taqdirda hammasin tayin. Tunlar kelar ba'zan musibat to'kib, ular ham o'tkinchi cho'zilgan sayin. Qo'rquv xavotirni qarshi ol dadil, muruvvat va mardlik bo'lsin odating. Inson xatokordir, na hojat dalil, yaqin xislatlaring zo'r saodating. Saxovat, jo'mardlik ayblarni yopar, na qayg'u, na quvonch doimiy emas. Ibn Robiy. Labbay hojam. Hoziroq Shofiyni o'zing bilan olib ketasan. Unga yashashi uchun uy topasan, nafaqa tayinlaysan. O'quvchilarni ham qo'yib yuboringlar. Xo'p bo'ladi mo'minlar amiri, amringiz vojib. Alloh sizdan rozi bo'lsin, mo'minlar amiri. Sen bunga loyiqsan, Shofiy. Ey mo'minlar amiri, ketishimdan avval bir iltimosim bor edi. Qanday iltimos? Alloh qodir qilsa bajaraman. Allohga shukrki, mazlum holatimdan begunoh deb topilib, qamoqdan ozod etildim. Lekin zindonda juda ham ko'p mazlumlar af etishingizni kutib yotibdilar. Ular yomon ahvoldalar. Mo'minlar amiri. Harun ar-Roshid aslo hech kimga azob bermas, Shofiy. Agar ulardan bittasini bo'lsa ham ismini aytsang, unga g'amxo'rlik qilardik. Men ularni bilmayman ham, mo'minlar amiri. Ammo qamoqdagi soqchilardan biri ular haqida ko'p ma'lumotga ega. Undan hammasini so'rab bilsangiz bo'ladi. Men mazlumlarga yordam berishingizni so'rayman. Men o'sha soqchini chaqirib, barini bilib olaman. Alloh sizga dunyoning jamiki yaxshiliklarini bersin. Yana biror talabing bormi? Ha. Sizni salomat ko'rishdan ortiq istagim yo'q, mo'minlar amiri. Ibn Robiy. Labbay hojam. Aytganlarimni bajar. Xo'p bo'ladi mo'minlar amiri. Marhamat qiling, Shofiy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Sahobalardan biri so'radilar: "Ya Rasululloh, qiyomat kunida Alloh azza va jallani ko'ramizmi?" Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "To'lin oy kechasida samoda bulut bo'lmaganda oyni ko'ra olasizlarmi?" dedilar. "Ha" dedilar. "Nafsim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, bir-biringizga ziyon zahmat yetkazmasdan oyni ko'rganingiz kabi Alloh azza va jallani ham xuddi shunday ko'ra olursiz. Bir-biringizga ziyon zahmat yetkazmasdan degani sizlarga zulm qilinmaydi deganidir. Alloh subhanahu va taoloni hammangiz ko'ra olasiz." Ahli sunna oxirat kunida Alloh azza va jallani ko'ra olishimizga mana shu kabi sahih hadislarni Mu'tazililar va boshqalarga qarshi dalil qilib olgan. Bugun shayximiz aytgan hadisning ma'nosi Qur'onga zid kelyapti. Musa alayhissalom Robbim menga jamolingni ko'rsatgin, senga nazar solay dedi. Meni hech ko'ra olmassan deb javob berdi. Bunga nima deysan? Alloh seni kechirsin ey Abu Abdurrahmon.
Keltirgan oyating o'zing aytgan gapingga qarshi dalil. Seni foydangga emas. Menga qarshi? Qanaqasiga? Alloh taoloning meni hech ko'ra olmassan deyishidan murod, ya'ni bu dunyoda ko'ra olmaysan, ammo oxirat kunida uni ko'ra olishimizga ishoradir. Alloh dedi: "U kunda chiroyli yuzlar bor, o'z Robbiga nazar soluvchilar." Bilmadim. Balki sen haqdirsan. Mayli, yaxshi qolinglar. Allohning panohiga. Alloh panohiga. Men bilan Marvonning do'koniga borasanmi? Yo'q, o'zing boraver. Men ishlarim bor. Shayxim, to'g'risini aytsam, men unga javob qaytara olmadim. Nimadan qo'rqding? Yo'q, men qo'rqmadim. Lekin siz Ibn Hanbalni yaxshi bilmaysiz. U eng ilmli, aqlli talabalardan biri. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarini yod olgan, hujra ko'rgan, dalilsiz bir og'iz ham gapirmaydi. U bilan bahslashishdan qo'rqib jim bo'ldim. Yaxshi qilibsan. Shayxim, siringizni ochmayman. Ammo Ibn Hanbalning so'zlari meni o'ylantirib qo'ydi. Allohning jamolini ko'rish haqida keltirgan hujjati menda ishonch paydo qildi. Qaysi oyatni aytdi? Alloh taoloning quyidagi oyatini hujjat qildi. U kunda chiroyli yuzlar bor, o'z Robbiga nazar soluvchidir. Badr oyat karimaning ma'nosini tushunishda xato qildi deb hisoblayman. Agar biz musulmon birodarlarimizning o'y-xayollardagilarga e'tibor qilmasak, ularning mu'tazilalardan farqlari qolmaydi. Do'sting to'g'ri gapni aytgan. Qanaqasiga Ibn Duvat? Alloh taolo biror makon va zamonga bog'langan emas. Agar biz Alloh azza va jallani qiyomat kunida ko'ra olamiz desak, unda Allohning makonga taalluqli jism degan bo'lamiz. Alloh taolo unda emas. Uning u kunda chiroyli yuzlar bor, o'z Robbiga nazar soluvchidir oyatidagi nazar so'zi do'sting aytganidek ko'ra olishni anglatmaydi. Bu so'zdan maqsad vaqtning tugashidir. Alloh taolo shunday deydi: unda abadiy qolurlar. Ulardan azob yengillatilmas va ularga nazar ham solinmas. Bu oyatda Alloh taolo nazar deganda intizorlikni aytyapti, ko'z bilan ko'rishni emas. Allohga itoatsizlik qilmaylik. Allohdan panoh so'ra. Gapirgan yomon gaping yovuzligidan Allohdan panoh so'ra. Sen matndan noto'g'ri ma'no chiqaryapsan. Ochiqdan ochiq so'zlarni buzyapsan. Tarjimani xato qilyapsan. Aqli joyida odam bunday talqin qilmaydi. Birodarim Ibn Nuh, bunchalar qizishmasang o'zingni bos. O'tir, o'z fikringni ayt, men eshitaman. Astag'firulloh. Astag'firulloh al-aliyul azim. Birinchidan, nazar so'zini ko'rish degani emas deb kim aytdi? Keyin Alloh taolo shunday dedi: Bismillahirrohmanirrohim. Va dengizni yorib, sizni qutqarib, sizning ko'z oldingizda Firavun ahlini g'arq qilganimizni eslang. Yana dedi: Sizdan oldin sunnatlar qolgan. Bas yer yuzida yurib, yolg'onga chiqaruvchilarning oqibati qanday bo'lganiga nazar solinglar. Bunga misollar juda ko'p. Hammasida ma'no ko'rishdir. Lekin o'z Robbiga nazar soluvchidir. Nazar so'zi arab tilida harakat ma'nosida kelgan. Ikki xil holatda bo'ladi. Biror narsani ko'rish va biror narsaga qarash. Alloh taolo bu bilan inson yuzidagi ko'z bilan o'ziga nazar solishni iroda qilganiga ochiq-oydin dalildir. Ajratib olishdan ko'ra mujassamlashtiring deganlarga biz ahli sunna va jamoadanmiz. Alloh qanday tushuntirgan bo'lsa, shunday tushunamiz deyman. Buzmasdan, o'xshatmasdan va narsadek qabul etmasdan tushunamiz. Alloh taoloning aytganlari hamda Nabiy sallallohu alayhi va sallamning sahih hadislari bilan dalil keltiramiz. Allohning amriga quloq tutamiz va unga bo'ysunamiz. Shuning uchun qiyomat kunida Rahmonning yuzini ko'rmaymiz deganlarning hujjatlari Qur'on va sunnatga ko'ra zaif va botildir. Buzilishlar avvalo ularning o'zlarini, keyin esa butun musulmonlarni xarob qiladi. Mu'taziliylarning fikrining qurboni bir Badr bo'lmasa kerak. Unga o'xshaganlar bid'at va zalolatga ergashyaptilar.
sening gaplaring boshqacha, ey Ibn Nuh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Xush kelibsiz Umma Amir. Sizni ko'rgani keldim Umma Ahmad. Meni bag'oyat xursand qildingiz. Keling, xush kelibsiz. Handala. Qolgan kiyimlarni ham mana bu hech foydasi keltirmas qizga ber yuvsin. Uni hech ham bo'sh qo'yib qo'yishni istamayman. Kiyimlarni yuvib bo'lgandan keyin gilam va palosni ham yuvsin. Tushundingmi? Tushundingmi dedim. Tushundim. Bu makkoradan bir daqiqa ham ko'zingni uzmagin. Xo'p bo'ladi Zumruda, shunday qilaman. Men biroz damimni olay. Hech narsaga ega bo'lmaysan, Favz. Bunday xo'jayinni yana qayerdan topamiz senga? Men senga aytdim. Bir necha marta qaytardim. Birinchi kelgan xaridor bilan ketishga rozi bo'lib ketishing, shu uyda xotinim bilan uni qo'l ostida bo'lishingdan 1000 marta yaxshi axir, Favz. Xotinim sabri tugab, jahl ustida seni qiynab, o'ldirib qo'yishdan qo'rqaman. Allohdan so'rayapman, o'sha kishi gaplarimizga ishonib yana qaytib kelsin ish qilib. Qaytadimi, yo'qmi menga baribir. Agar qaytsa ham o'sha kunga aytgan gaplarimni aytaman. Qaysarliging seni xarob qiladi. Menga ishon. U kishi bag'ri keng inson ekan. U meni ayolim Zumrudadan mehribonroq. Shu haqida yaxshilab o'ylab ko'r. Sen hech narsa yo'qotmaysan. Alloh o'zi qo'llasin Umma Ahmad. Tirikchilik qilish kundan kun og'ir bo'lib ketyapti. Bozordagi tartibsizliklar, narxlarning ko'tarilishi qiynab yubordi. Allohdan o'zgacha o'zgartirish va kuch-quvvat yo'q. O'g'lim Amir, do'koningizda erta tongdan to kun botguncha ishlaydi. Shunda ham zo'rg'a kunini ko'ryapti. Shu kungacha unga dalda bo'lib turdim. Bo'lmasa u allaqachon do'konni tashlab ketgan bo'lardi. Do'konda nega ketadi? U ishidan ketib nima ish qilmoqchi? Men ham shuni aytaman. U bo'lsa ko'proq daromad keltiradigan boshqa ish topishni o'ylayapti. Sizga qarzini tezroq to'lab, qutulishni xohlayapti. Bolam sho'rlik qiynalib ketdi. Alloh o'z bandalariga yordam berguvchidir. Bozorda bir kishi o'g'limdan do'konini sotishni so'rabdi. Amirni do'konining egasi deb o'ylagan. Amir unga do'konning egasi Ibn Hanbal ekanini aytibdi. Sizlardan hech kim do'koningizni so'rab kelmadimi? Yo'q. Endi sizdan eshitib turibman. Balki o'g'lingiz Ahmadga aytgandir. U sizga aytishni unutib qolgan bo'lsa kerak. Menimcha Ahmad do'konni sotishni xohlamaydi. Nega xohlamas ekan? Sizni boshqa chorangiz ham yo'q axir. Qolaversa, 1000 dirham kichkina pul emas. Ahmad 2 barobar foyda qiladi. Yillar davomida u pulni ko'paytirib oladi. 2000, 3000, 4000, 5000 dirham. Qanaqa 1000 dirhamni aytyapsiz? Xaridor do'konni 1000 dirhamga olmoqchi ekan.
Qachongacha sirlaringni mendan yashirasan, Bag'dod? Qachongacha? Qasam ichib aytamanki, hali hammasini bilib olaman. Barcha xohlaganlaringga ega bo'laman. Biznikiga kelganingizdan juda xursand bo'ldim, Amir. Tez-tez kelib turing. Iltifotingiz uchun rahmat, Safiya. Kela olsam albatta kelaman. Ahvolimni ko'rib turibsiz. Qarichilik qursin. Alloh umringizni ziyoda qilsin, Amir. Yaxshi qoling. Yaxshi boring, kelib turing. Ehtiyot bo'ling. Xo'p. Subhanalloh. Yetkazganiga shukr. Agar xohlasalar yerga uradilar. Yana xohlab qolsalar, kutmaganingda dunyo ne'matlarini ustingdan sochadilar. Do'konga xaridor chiqqanini menga aytmabsan. Muhim emas deb aytmagandim. Buni o'ylab bezovta bo'lib yurmang. Nega muhim emas ekan? Axir xaridor 1000 dirham bermoqchi ekan-ku. Kim aytdi sizga? Demak, Amir aytgan. Ha, u aytdi. Kimdan eshitganim muhim emas. Rostdan ham do'kon uchun 1000 dirham bermoqchimi, shuni ayt. Rost onajon. Lekin otamdan qolgan do'konni sotmayman. Qolaversa, pul kelib turgan tirikchilik manbai bo'lgan do'konni sotsam, pullar kelib turishi to'xtaydi. 1000 dirhamni boshqa biror foyda keltiradigan tijoratga tiksang, pul kelib turaveradi. Onajon, savdoda hech narsani tushunmasam, ish yuritishni bilmasam, hayotimni o'qish, yozish bilan o'tkazgan bo'lsam, qanday qilib boshqa tijoratni boshlayman, onajon? Gaping to'g'ri, o'g'lim. Sen uyimning erkagisan. Seni aytganingdan chiqa olmayman. Ammo biz to'g'ri yo'lni tanlashimiz shart. So'nggi paytlarda do'koning nomigagina ishlab turibdi. 1 dirham ham foyda keltirgani yo'q. Sen ilm bilan ovorasan. Tirikchilik qilaman deb yurmayapsan. Ertaga Amir do'konni tashlab ketib qolsa, boshqa ijarachini qidirib topishingga to'g'ri keladi. Yangi ijarachini bir kun topasanmi yoki 1 yildami? Xudo biladi. Nega endi shunchalik qiynalishimiz kerak? Tushuntir menga. Seni tirikchilikni deb ilmni tashlab qo'yishingni istamayman. Siz aytgandek, anchadan beri do'kondan daromad ola olmayapmiz. Gapingiz to'g'ri, onajon. Men Amir haqida o'ylab qoldim. U ijara pulini kechiktirib, bermay bizni do'konni sotishga majbur bo'lib qolishimizni xohlamayaptimikin? Agar mening fikrimni bilmoqchi bo'lsangiz, men hech qachon do'konni sotmayman. Qarorim qat'iy. Hozir bir joyga borib kelishim kerak. Muhim ishlarim bor. Bora qol, o'g'lim. Allohning panohiga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Abu Abdulloh. Xush kelibsan. Menga qarang, Amir. Sizga bu oy oxirgi muhlat beraman. Shu oy ijara pulini to'lasangiz to'ladingiz, bo'lmasa o'zingizga boshqa yerdan joy toping.
Nimalar deyapsan? Gaplarimni yaxshilab eshitishingizni bilib turibman. Yana bir bor aytaman. Hamma qarzlaringizni to'lab, do'konni yaxshilikcha bo'shatib qo'ying. Yaxshi qoling. Abu Abdulloh, shoshma, Abu Abdulloh. Ey Xudo, endi nima qilaman? Onam, xotinim, bolam bor. Voy dod, endi nima qilaman? Endi holimizdek kechadi, Allohim. Abu Abdulloh, Abu Abdulloh. Ya Alloh, ya Alloh, ya Alloh. Ahmad, men seni amakingman. Seni eng yaqin qarindoshingman. Muammolaringni o'zing hal qilishingning hojati yo'q. Menga aytsang bo'lmaydimi, jiyan? Siz aytgandek, siz mening eng yaqin kishimsiz. Sizdan boshqaga ayta olmaydigan gapim bor. Yordamingiz kerak. Onam do'konni sotishimni o'ylayaptilar. Gaplariga ko'nmasam, ularni xafa qilib qo'yamanmi deb qo'rqaman. Yo'q. Onamning xohish va talabiga qarshi bormoqchi emasman. Ular meni do'kondan haydab chiqardilar. Meni orzularim ham sarobga aylandi. Nega buni hisobga olmadim, ha? Endi nima bo'ladi? Endi nima qilaman? Hammasiga Suhayb aybdor. Suhayb, ochko'zlik qildim. Ochko'zlik. Iltimos o'tiring, biroz o'ylab olaylik. O'tiraymi? Tinchlanaymi? Xavotir olma. Ertadan boshlab hammamiz birga o'tiramiz. Ahmad do'konini sotib yuborsa, Bag'dod ko'chalaridagi chang zarralarini sanashdan boshqa ishimiz qolmaydi. Xotinlarga o'xshab baqir-chaqir qilaverma. Tinchgina o'ylab olishimga qo'yib ber.